Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzitkay. Bugun 15-avgust, bugun ertalab D23 Expo tadbirida Marvel o'zining anonslarini o'tkazdi. Unda ikkita katta treyler taqdim etildi. Birinchisi Qazoskonlar qiyomat kunining yangi treyleri bo'ldi, ikkinchisi esa Vision Quest serialining birinchi treyleri bo'ldi. Mana Vision Marvel filmlarida ko'rinmayotganiga ham 5 yildan oshdi. Nihoyat Vision serialining birinchi treyleri chiqdi. Bu videoda treylerga reaksiya qilamiz. Qani ko'ramiz, nimalar ko'rsatiladi, qanaqa yangiliklar bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, demak, boshladik. Before you started working here, I remember Paul when you'd come Bettany. in all the time with that redhead. Odam shaklida. I was a different Wanda plus person Vision. back then. How about now? Anyone waiting for you tonight? No. Vision. Ha, mana oq Vision. Home is Bu yerda it's just turibdi. me. Yana o'sha xayoliy olam. Marvel Television. Who The am I? Vision. Revisions. I was- Film posterlari, menimcha bu xayoliy olamda Vision aktyor bo'ladi. An Avenger. Mana kameralar, Hero anymore. qazoskonlar 2dan lavhalar. His face, but not his virtue. All I have is his name. Welcome home, Vision. This house is getting crowded, Vision. Ultron! Ultron. Human avatars only. Sir, I cannot. Wow. James Spider Ultronning odam shaklida. James Spider kim desanglar, o'sha qazoskonlar 2da Ultronga ovoz bergan odam. Bu filmda Ultronning, ya'ni odam shaklini o'ynagan. Overstate the dangers of keeping him around. Yes, but he is Dad? Papa? Peepaw? I'm a stranger to myself. That Eski xotiralar. family wasn't real. You sure about that? I had a father, a machine called Vision. Muzzle tough. It's a boy. How is this possible? 14-oktyabrda Free us all Unda and save your son. I wish to understand my purpose. With a genocidal maniac inside your head. Ultron. Nothing bonds a family together quite like mortal jeopardy. Vision Quest 14-oktyabrdan Disney Plus'da premyerasi boshlanadi. Treylerdan ma'lumki, bu Visionning o'zining xayoliy olamida bo'lib o'tadi. Hozir juda ko'p kadrlar tez o'tkazib yuborildi. Buni birma-bir kadrma-kadr tahlil qilish kerak. Albatta, tahlil video bo'ladi tez kunlarda. Batafsil ma'lumotlarni tahlil videoda gaplashamiz. Endi hozir bu yerda juda ko'p detallar ko'rsatildi. Visionning bir ikkita yangi ko'rinishlari, undan tashqari Ultron ko'rsatildi. Eng asosiysi, men Ultronning qaytganidan xursandman. Chunki Ultron bu shunchaki bitta filmda yo'q qilib yuboriladigan personaj emas edi. Menimcha filmning asosiy antagonisti ham Ultron bo'ladi. Demak, teoriyalarimiz rost bo'lib chiqadiki, ya'ni Ultron hali o'lmagan va u yana qaytadi. Yoki bu Visionning xayoliy olamda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Xullas, taxminlar ko'p. Tahlil videoni kutib qoling. Tahlil videoda bu haqida batafsil gaplashamiz. Bugungi video shulardan iborat edi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha